Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir men sizlarga shunaqa 8 sotiqlik hovli uylari bilan topib qo'ydim. Shikalat narxga. Hozir shuni obzorini qilib beraman. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Eshigimiz 12 millionga bitgan. Shumkasi bor, 2 sloy. Mana hovlini qaranglar, rosa arzonga chiqdi. 8 sotiq, ikkita fundament qo'yib qo'ygan. Kuxnya qilaman desangiz, atroflar qaranglar, qanaqa zabor. Zo'r qilib qo'yishgan zaborni, mustahkam qilib. Bu joydan chiqish joyimiz, lestnitsasi naryoqda ham bor. Koridorni uzunligini qaranglar. Rosa ham katta, uzun, keng. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz, mana to'rtinchi xonamiz. Hamma yog'ini bitirishgan. Shu holatga sotiladi. Shuncha uy qulaman desangiz, hozir qancha pul ketishini mendan yaxshi bilasizlar. Mana ikkita fundament qo'ygan joy ham bor. Ko'chada basseynchasi ham bor, suvlar tayyor, orqadagi joylari ham, lekin gap yo'q. Kimga kerak bo'lsa, narxi $32,000 yana tushib berishadi. Tezda aloqaga chiqib, baraka qilinglar, lekin zo'r joydan. Kimga hovli kerak bo'lsa, o'sha tanishlaringga bitta jo'natib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Like, kommentariyani esdan chiqarmanglar. Manzilni qaranglar, Bog'iston maktab, naryoqda bog'cha, sirazi asfaltlari bo'lgan. Shu xonamiz sotiladi mana.